Migrenda hammaga bir xil dori beriladimi deb so'rashadi mendan. Albatta yo'q. Migren hammada har xil o'tadi. Og'irlik darajasi ham, og'riq kuchi ham hammada har xil. Turli xil bemorlarda migrenni davolash bosqichma-bosqich olib boriladi. Birinchi bosqich davolanishda oddiy analgetiklar, ya'ni og'riq qoldiruvchi dorilar buyuriladi. Bunda parasetamol, ibuprofen, naproxenga o'xshagan dorilar tavsiya etiladi. Bu yengil xurujda yordam beradi. Ikkinchi bosqichda agar og'riq kuchli bo'lsa, triptanlar tavsiya etiladi. Bunga zolmitriptan, sumatriptan kabi dorilar ishlatiladi. Bu dorilar miyada migren mexanizmini to'xtatadi. Uchinchi bosqichda bunda xurujlar oyiga 7-8 martadan ko'p kuzatilsa, bunda nafaqat davolash, balki profilaktika chora-tadbirlari ham ko'riladi. Bunday holatda bemorlarga beta blokatorlar, antidepressantlar, antikonvulsant dorilar buyuriladi va yangi avlod dorilar Ajjovi va Irimex kabi preparatlar qo'llaniladi. Bu yangi avlod preparatlari monoklonal antitanachalardan tashkil topgan bo'lib, migren xurujida ko'plab ishlab chiqariladigan CGRP oqsilini bloklaydi va shuni hisobiga xurujlar va og'riq soni kamayadi. Migren kasalligida profilaktik chora-tadbirlar orasida eng zararsizi bu botulinoterapia usuli hisoblanadi. U sxema bo'yicha har 4-5-6 oyda qilinadi. Bu ham o'z navbatida og'riq kuchini va xuruj sonini kamaytirishni ta'minlaydi. Botulinoterapia surunkali migrenda profilaktika maqsadida qo'llaniladi va CGRP oqsili chiqishini kamaytiradi va shuni hisobiga xurujlar soni kamayadi.